Zimiston to'rining xabar qilishicha, harbiy sabtdan chekingan bir necha Xitoy askar Xitoy doiralarining Sharq Turkiston va Tibetdagi qilmishlarini oshkorladi. Kimligini oshkorlamagan fujallik askarlardan biri 2013-yili yozda Sharq Turkistonning bir tog'liq rayonida 100 dan ortiq Uyg'urni o'ltirganligini, ularning orasida kichik bolalarning borlig'ini e'tirof qildi. Odatda bundaq ishlarning harbiy manevr deb atiladiganligini aytgan yana bir askarning bildirishicha, bir necha yil burun Sharq Turkistonda yuz bergan, ammo qaysi voqea ekanligini bilmagan bir qirg'inchilikdan burun qo'mondonlar ularni puxraj kiyindirib Xitoylarning uylariga avatgan. Ularning derizlariga gez chaplab nima ish bo'lishidan qat'iy nazar sirtqa chiqmaslikni aytgan. Voqeadan keyin askarlar ko'chalardagi jasadlarni va qonlarni tozalagan. Tibetda vazifa o'tayotgan nima ishlarni qilganligini oshkorlagan yana bir askar 2011-yili bir rayonda soqchilarga qarshilik qilgan barliq rohibalarning qirib tashlanganligini, u vaqtda Sharq Turkistondagiga o'xshashla kim ko'p odam o'ltirsa uning ko'p mukofot oladiganligini aytganligini bildirdi. Shuning bilan birga, Vinchanda yuz bergan qattiq yer tavrashdan keyin Xitoy doiralari qutqizishga qatnashgan askarlarga faqat 18 yoshdan 40 yosh orasidagi kishilarni qutqizish haqida buyruq tushirgan. Hong Kongdagi namoyishlarni to'sish uchun nurg'un puxraj kiyingan askarlar avatilgan. Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, Hindiston advokatlar jamiyati Xitoyni Wuhan virusi sababli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti huquq komitetiga shikoyat qilib, 20 trillion dollar to'lam talab qilgan. Va Hindiston xalqaro qonun komiteti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetiga Xitoy doiralarining virus haqida haqiqiy ahvolni yoshirganligi sababli dunyoviy bir vaboga aylanganligini bildirib, o'rtaq bir arz sungan. Shikoyatnomada Xitoyning maxfiy biologiyalik qurol tadqiq qilganligi, virusning dunyoga tarqalishida qo'li borligi va Xitoyning Hindiston iqtisodiga ziyon yetkazganligi, Xitoyning Hindistonni o'z ichiga olgan barliq davlatlarga to'lam to'lash kerakligi tilga ilingan. Bu shikoyatnomaning Texas rayonlik mahkama tarafidan qabul qilinganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitoy virusi bayqalğan dastlabki mezgilda virus insondan insonga yuqmaydi va Xitoyga sayohat cheklimiz qo'yishga kerak yo'q degandek bayonotlarni e'lon qilganligini aytdi. Trump Dünya Səhiyyə Təşkilatı nurg'un jihatda yuqumni xato tushundirdi. Yuqum tahdidini kichiklatdi. Bu yaxshi bir ish emas dedi. Amerikaning Dünya Səhiyyə Təşkilatıga ta'minlayotgan mablag' haqida to'xtalgan Trump, biz har yili necha 100 million dollar beramiz. O'tgan yili 452 million dollar berdik. Xitoy bo'lsa faqat 42 million dollar berdi. Uning oldingi yili 500 million dollar berdik. Xitoy faqat 40 million berdi. Uningdan burungi yillarda ahvol o'xshash. Dünya Səhiyyə Təşkilatı adil harakat qilish kerak, lekin unda qilmadi. Bu vaqtda bir tekshirish elib berib qaror qilamiz dedi. O Dünya Səhiyyə Təşkilatının raisi Tedrosning texmi ko'p jasad sandig'i ko'rishni xohlasangiz, virusni siyosatga vasita qilishni davomlashtiring degan so'ziga qarata, Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga qarata, bu tashkilotning virusni siyosatlashtirish gap qilganligiga ishonmayman. Xitoy bilan hamkorlashdi. Bizga jasad sandiqlarining gapini qilyotdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bizga to'g'ri tahlil qilib bergan bo'lsa, biz fuqarolarimizga texmi yaxshi xizmat qila olamiz dedi. New York vaqt gazetining Riyoddagi Xon jamiyati doktorxonasiga yaqin 2 doktor va Xon jamiyati ichidagi 2 manbadan naql qilib xabar qilishicha, 6 hafta burun tunji yuqumlanuvchi bayqalgan Saudiya Arabistonda Riyod valisi Faysalni o'z ichiga olgan 150 Xon jamiyati a'zosida Xitoy virusi bayqalgan. Xabarda vabodan burunmi salomatligi haqida andishlar bo'lgan podshoh Salmonning Qizil dengiz bo'yidagi jiddiy shaharga yaqin bir orolda turayotganligi, Shahzoda Muhammad ibn Salmonning bir qism amaldorlar bilan yaqin bir joydagi saroyda o'zini karantin qilganligi aytilgan. Fransiya Markaziy Bankasi davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatining Xitoy virusi sababli bu yilning tunji 3 oyida 6% tuvanlaganligini e'lon qildi.
Bankining bayonotiga asoslanganda, bu 2 Dunyo urushi oxirlashgan 1945 yildan buyon Fransiya iqtisodining eng nachar 3 oylik ahvoli ekan.